Joriy yilning 6-mart kuni Chimkent shahridagi Al-Farobiy nomidagi shahar kutubxonasida Qozog'iston Xalq Assambleyasining 30 yilligiga bag'ishlangan Birlik va hamjihatlikning 30 yilligi nomli she'riy kechasi bo'lib o'tdi. Tadbirda shahar kutubxonalari vakillari, Qozog'iston Xalq Assambleyasi yonidagi assambleya yoshlari, ziyolilar, etnomadaniy uyushmalar vakillari va maktab o'quvchilari ishtirok etdi. Kechaning ochilishi Qozog'iston Xalq Assambleyasining tarixini tanishtirishga bag'ishlangan Birlik va hamjihatlikning 30 yilligi ko'rgazmasining taqdimoti bilan boshlandi. Ko'rgazmada xalqimizdagi hamma millatlar va xalqlari o'rtasidagi do'stlik va tinchlikning yorqin namunalari namoyish etildi. Tadbir davomida qo'shiqlar, adabiy asarlar va jo'shqin she'rlar ijro etilib, tomoshabinlarda alohida taassurot qoldirdi. Tadbir mehmonlarini tabriklash uchun ziyolilar, etnomadaniy birlashmalar rahbarlari so'zga chiqib, samimiy tilaklar bildirib, mamlakatda birdamlik va hamjihatlik muhimligini ta'kidladilar. Tadbir so'ngida ishtirokchilarga minnatdorchilik xatlari, eng faol ishtirokchilarga maxsus mukofotlar topshirildi.